Assalomu alaykum, Nessa kompaniyasining hurmatli mijozlari. Bugun Betonkada rohat choyxonasiga yumshoq mebellar yuvgan kelganmiz. Bolalarimiz ichkariga shovqin eshitilmasligi uchun orqa tomon hovlisida mebellarni yuvishmoqda. Endi men sizlarga tayyor holat yuvilgan mebellarimizni ko'rsataman. Ko'rib turgan yumshoq mebellarning kecha yuvilgan, uje mana foydalanish uchun bugun qo'yilgan. 60 taga yaqin kichkina stullarimiz yuvish jarayonida. Kecha 12 ta yumshoq mebellarimizni yuvib tugatganmiz. Bugun 60 dan ziyod stullarimiz yuvish jarayonida. Sizlarga ham shunaqa yumshoq mebellar yuvish xizmatimiz kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar.